Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Oldin qitimliq filmda ingliz tili o'rganishni boshlash va shundaqla ingliz tili o'rganishni davomlashtirish to'g'risida to'xtalgan edik. Bugungi bu filmda ingliz tili o'rganishda to'xtab qilish haqida to'xtalmoqchi. Har qanday bir til o'rganguchi til o'rganish jarayonida to'xtab qilish intayin normal bir hodisa. Mesela özemni misal elip sözlesem, ben ilgirki filmde sözlep ötkenimdek 96 yılı İngiliz tili öğrenişini başlagan. Yani şunun aldı da 94 yılı ve 95 yıllarda Arap dili, Ordu tili qatarlıq tillarını öğrenişini başlagan. Hem de İngiliz tilini öğrenişinin aldırıki tillarda qanday qilib qolgan deganda men o'rganishni to'xtatib qo'ygan. Shu vajidin, shu sababdan masalan garchi arab tilini 2 yilga yaqin terishib o'rgangan bo'lsam-mu, to'xtatib qo'yganligim tufaylidan hozir arab tilini yaxshi bilamdimi? Yaxshi bilishdan eg'iz ochqil bo'lmaydi, balki shu 2 yil sarf qilgan vaqtimda o'rgangan mazmunlarning nurg'unlarini unutib ketgan bo'ldim. Sababi nima? To'xtab qilish. Ordu tilimi ham shundoq. Garchi yarim yildan 1 yilga yaqin vaqt ordu tilini o'rganib, xili yomon emas, normal odatdagi paranglarni qila oladigan saviyaga yetgan bo'lsam-mu, to'xtab qolganligim sababidan ordu tilini hozir anglasam ordu tili ekanligini uqima, ba'zi oddiy kalimalarni, oddiy cümlelerini bilgandan başka ifadelash kuchim yo'q deb ayta olmayman. Endi ingliz tili o'rganishni boshlab 96 yili toki bugunga qadar men ingliz tili o'rganish safarda yoki ingliz tili o'rganish jarayonida to'xtab qilish hodisi ko'rilganmi degan savolga albatta ko'p qitim ko'rilgan deb javob beraman. Agar men ko'rilmagan, men o'rgangandan tortib hozirga qadar intayin to'xtamay o'rganib kelyapman desam, u yolg'onchilik qilgan bo'laman albatta. Ham shu jarayonlarda yana nurg'un ingliz tili o'rganuvchilarni ko'rdimmi deganda albatta ko'rdim. Ularning butunlay to'xtab qolganini va qayta boshlamaganini ko'rdim. Undaq bo'lganda men go'yo arab tili va ordu tilini o'rganganga o'xshash ingliz tili o'rganuvchilarni to'xtab qolgan peti butunlay u tilni unutib ketadi. Yoki bo'lmaganda o tilni ishlatilmaydigan holatda bo'ladi. Endi oraliqda to'xtab qolsangiz bo'ladi, lekin qaytadan boshlash intayin muhim degan bir nuqtani men saboqdoshlar bilan bu yerda o'rtoqlashmoqchi yoki bakrak ta'kidlamoqchi. Endi garchi hozir qaytadan boshlashni intayin muhim da'vatgan bo'lsam-mu, shundoq da'vatgan bo'lsaqmi, qaytadan boshlash yani to'xtab qolgandan keyin qaytadan boshlash osonmi yoki qiyinmi degan savolga javob berish to'g'ri keldi. Endi bir ishni qilib to'xtab qolgandan keyin ikkinchi qitim yana boshlash ko'pincha vaqtlarda faqat o'y xiyolda yuz berdi. Yani boshlasam bo'ladi, o'rgansam bo'ladi degan holatda saqlanib qilib uzun davomlashadi. Bu davomlashaverish jarayonida yillar o'tadi, oylar, yillar, balkim 10 yillar o'tadi. Oxirida kishilar shundoq o'y fikr cho'kma holatda yana qayta laylab chiqsa, yana shu o'y fikrni qiladi, lekin o'rganmasligi mumkin. Bu yerda intayin bir muhim bo'shliq bor. Yani qaytadan boshlash, to'xtab qolgandan keyin qaytadan boshlashda boshlash uchun bir nuqta, bir ideya intayin muhim. U qandaq nuqta, qandaq ideya, qandaq bir bo'shliq deganda siz nima sababdan o'rganmoqchi, nima sababdan asli o'rgangan va nima sababdan qaytadan boshlamoqchi bo'lib qoldingiz degan sababi. Yani sababi qanchaki kuchli bo'lsa, sababi sizning hayotingizga, sizning taqdiringizga, sizning qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz, nishoningiz va boshqa ishlarga bevosita ta'sir etadigan, intayin muhim bo'ladigan bo'lsa, qaytadan boshlash haqiqatan zarur va siz
qaytadan başlay alaysiz. Bu noktada mesela özemni misal alsam, ben 96-yılı başladım, bir iki ay İngiliz dili kursuga qatnaşdım, onundan keyin kursga qatnashishni davomlashtiramadim. Lekin davomlashtiramagan bilan, kursni to'xtab qolganim bilan, ya'ni o'zligimdan o'rgandimmi deganda, o'zligimdan to'xtamay o'rgandim. Endi to'xtamay o'rgandim degan bu to'xtamaslikning araliqlarida ancha-muncha yarım ay, bir ay yoki uningdan jiqroq araliqlarda to'xtab qilish bo'ldimi? Albatta bo'ldi. Taki 2004-yilga qadar, ya'ni 8 yil o'tganga qadar men besib o'ginib, araliqda to'xtab qilib, ya'ni o'ginib degandek nurg'un qitim shunday to'xtab qilishlarga duch keldim. Lekin har bir qitim to'xtab qilib boshlagan vaqtimda bir kuchlik nishon, kuchlik asos meni ilgirlatdi. Masalan, men bir mezgil to'xtab qolgan vaqtimda beshida yanıla chet elga chiqib o'qishimning zarurligidan iborat shu nishonimning men yetmasam bo'lmaydigan intayin muhim nishon ekanligidan iborat bir nishonim bo'lg'achqa shu planning turtkisida yana qaytadan boshlab o'rganib ketdim. Keyingi vaqtlarda oliy maktabga kelib yana chet elga chiqib o'qishim uchun beradigan imtihon, ya'ni TOEFL degan bir imtihonni berishim zarur bo'lg'achqa kelibla yana besib, yana bir yuqori pallaga ko'taray ingliz tili saviyamni deb yana o'rgangan bo'ldim. Yana u imtihonni berib bo'lgandan keyin bir mezgil suslish bo'ldi. İngilizce maktabda, oliy maktabda kurslarni ichib judim, ya'ni shundoq jarayonlarda o'rganish qilgan bo'lsam-mu, ya'ni texmi bir yuqori pallaga ko'tarilish istagi shakllandi menda. U bo'lsa-mu, shu vaqtdagi davlatlik ingliz tili oliy maktab o'quvchilarining ingliz tili nutq musobaqasiga qatnashib, shuningda natija yaratish istagi, arzusi meni kuchli shakllandi. Yana qaytadan kuchlik shundoq bir arzu nishonning turtkisida yana qaytadan ingliz tilining yana bir yuqori saviyasini, yana bir yuqori pallasiga chiqay degan nishon bilan o'rgandim. Oxirida 2004-yili davlatlik ingliz tili nutq musobaqasiga qatnashib, alohida yaxshi natijaga erishgan bo'ldim. Mana shundoq jarayonlarda, araliqlarda to'xtab qilish bo'ldimi? Bo'ldi. Lekin har bir to'xtab qilishim amaliyoti yana texmi yuqori bir pallaga ko'tarilishimninki asosimi bo'ldi ham. Chunki men kuchlik o'ylanish va nishonimni texmi qaytadan puxtalab bekitish jarayoni bo'ldi. Va undan keyin texmi cho'ng tirishchilik ko'rsatish jarayoni bo'ldi. Shunga bu yerda deydigan nuqta, to'xtab qolsangiz mayli, lekin sabab izdan, ya'ni sabab nishon izdan, ya'ni bana izdan. Nima bana? Boshlashning banasini. Kuchlik banasini. Kuchlik bir o'rganmasangiz bo'lmaydigan narsa bo'lsa, andin ya'ni o'rganmasangiz bo'lmaydigan liqidan iborat bir reallikni to'nib yetganda va shundoq bir nishonni tiklaganda andin harakatga kelib o'rgangil bo'ldi. Albatta, har qanday bir tilni bir kechada o'rganib voyaga yetkazgili bo'lmaydi. Mana menga 96-yil ingliz tilini o'rganishni boshlagan bo'lsam, mana hozirma ham o'rganishdan to'xtab qolganim yo'q. Chunki har qachon, har zaman men bilmaydigan nurg'un so'zlar, nurg'un ifodalash usullari har vaqt mavjud. Men ularni to'xtamay o'rganishimga to'g'ri keldi. Sevimli savoqdoshlar, shuningga bugun bu filmda ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganimni xulosalasam, ingliz tili yoki har qanday bir tilni o'rganib to'xtab qilish bo'lamdi? Albatta har vaqt bo'lib turadi. Lekin qaytadan boshlash juriyatingiz, nishoningiz va planingiz shakllangan hamon darhol qaytadan boshlash kerak va uni davomlashtirish kerak. Taki yana bir qitim to'xtab qolgan qadar. Agar yana to'xtab qolsangiz bo'lamdi, bo'ladi, kechirib o'tishga bo'ladi. Lekin yana boshlashingiz intayin muhim. Shuning uchun to'xtashga ruxsat ham boshlash uningdan texmi bakrak muhim.
Sevgili sağdaşlar, kelar qitimliq filmgichilik filmda ko'rishaylik. Shu vaqt aman bo'linglar. Andin agar sizlarningki ingliz tili o'rganish yoki til o'rganish to'g'risida so'raydigan savollaringlar bo'lsa, bu shu filmning ostiga savollaringlarni yozib qoldirib qo'ysanglar, men keyingi filmlarda savolinglarga atrofli javob berishga tirishaman. Kelar qitimliq filmda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.